Xitay Yavrupada kişilik hüquq ҳىمايىچىسى qiyapıtiga kirivaldi. Dünyada en köp kişilik hüquq depsendişçilik ilib beriyotgan Xitay hakimiyeti Yavrupada özünü xuddi kişilik hüquq qo'g'uvchisi qiyapıtiga kirilib ko'z bo'yamchilik qilmoqda. Dünyada en köp kişilik hüquq depsendişçilik ilib beriyotgan Xitay hakimiyeti Yavrupada özünü xuddi kişilik hüquq qo'g'uvchisi qiyapıtiga kirilib ko'z bo'yamchilik qildi. Xitay Yavrupada 140'dan artıq dövlət namıdan namratlıqını tugutish va kişilik huquqning ishiga oshirish qo'shma bayonotni e'lon qilgan. Xitoyning Yavrupada doim turishliq bayonotchisi Majavshu Yavrupa Kişilik Hüquq Komitetining 35 qatimliq yig'inida so'z qilib, namratlikni tugutish bo'lsa, kişilik huquqni amalga oshirish va taraqqiyot ilgari surishning muhim yo'llaridan biri ekanligini bildirgan. Dünyada taxminan 800 milyondan ortiq kishining namrat ichida turayotganligini, namratlikni azaytish va tugutishning xalqaro jamiyatlarning oldiga qo'yilgan muhim masala ekanligi tilga olingan hamda buni hal qilishdagi 4 turlik moddani o'tirib qo'ygan. O'zliksiz taraqqiyotni ilgari surish kerak, tanglik va barobarlik prinsipida ching turish kerak. Keng doiralik siyosatlar hayotga tatbiq qilinishi, keng doiralik siyosatlar amallanishii kerak. Namratlikni azaytish to'g'risidagi xalqaro hamkorlikni kuchaytirish kerak. Yaqin mezgillarda Xitoy doiralarining Sharq Turkistonda ilib borayotgan chekdan oshgan assimilyatsiya va kishilik huquq dafsandichiliklari kundan kunga eshib borayotgan bo'lib, atalmış qo'sh til ma'rifi nomidagi xitoylashtirish siyosatlarining milliy madaniyat va milliy xoslikni butunlay chetga qo'yishi, Uyghur aholilarini majburiy holda Xitoy o'lkalariga o'tkazib tarqoqlashtirishi, kent mahallalarda har kundagidek jinoyatni topshirish, maydonni ifodalash, qizil naqshi o'qish va barliq diniy kayfiyatdan yiroq turish qatorliq siyosiy vazifalarga majburlanish, bosh tortquchlarning yoki bo'ysunmaganlarning tutqun qilinishi, hatto o'ltirilishidek so'zlab tugaliksiz zulm va zo'ravonliklarni qilayotgan Xitoyning xalqaroda bu xildagi aldamchiliklarni ilib berishning naqadar nomussizlikni ko'rsatib bermoqda. Kuzatkichlar Xitoyning tilga olgan bu namratlikdan qutuldirish va kishilik huquq da'volarining faqat xalqaro jamiyatlarning ko'zni bo'yashdan boshqa narsa emasligini, Xitoy tajovuzlarining Sharq Turkistonda elib borayotgan kishilik huquq dafsandichiliklari va bulang-talanglarni xalqaro jamiyatdan yo'shirish uchun elib borayotgan bir xil rezil o'yin ekanligini bildirishmoqda.